Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana 6 yil mijozimiz keldilar. Har yili o'zlarini sog'liqlari uchun kelib bizdan muolaja olib ketadilar. Hop, kelganlarida birinchi yillarda bellarda va umuman bo'g'imlarda kuchli shamollash bor edi. Bunga sabab beyaxt ustachilik qiladilar va zax joylarda ishlaydilar. Ichaklari bormi, mushaklari bormi, nerv asab tizimlari bormi, umurtqalar, bo'g'imlar bormi, hamma yoqda shamollash o'tib ketgandi. Bizga kelib necha kurs oldingiz, Sherzod aka? Menimcha har yili bo'lmadiganda bir 5-6 marta kelaman. Sababi faqat muolaja uchun emas, men profilaktika uchun ham kelaman oldizga. Chunki kasallikimni o'zim yaxshiroq tanishlik uchun ham kelaman. Lekin doimiy 2019-yildan beri sizni tanigan bo'lsam, doim siz bilan o'zimning kasalligim bo'yicha fikr almashib turaman. 2 martami, bo'lmadiganda 1 marta hijomalar olib turaman. Hijomalarni olganimni sababki juda ham ko'p stress holatlar bo'ladi va ximikatlarni ko'p ishlatganimiz sababli, qonda va buzilishlar bo'lgani sababli hijomalar olib turaman baribir. Endi baribir siz og'ir mehnatlar qilasiz, o'sha mushaklaringiz, umurtqa nerv tomirlaringizga normalniy nagruska tushadi. O'shani hisobiga ham siz bo'g'imlaringizni ochib, mushaklaringizga, asab tizimlaringizga lechini olib turasizda. Ayniqsa kafil terganimizda juda ham biz umurtqalarimizga nagruskalar tushadi. O'sha sizni apparatlaringiz, o'zingizni qo'l yordamida qiladigan massajlaringiz orqali yaxshi yuramiz. Rahmat sizga. Lekin ziyon ko'rganimiz yo'q, bir xatolik, boshqa ko'rganim yo'q. Foyda borki, ziyon yo'q. Rahmat.